O'rtoqlar, mana jannatdan qasrimizni Xudo xohlasa ishlari davom etyapti. Va'daga muvofiq besakamiz keldi mana. Nima aytuvdi? Eshik derazalar mendan deydi mana. Akfacha akamizni olib kelibdi, o'lchashga keldi, o'lchayapti. Rahmat hammaga. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizqu ro'zin terib yuribdi odam. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizqu ro'zin terib. Bu ehson ishini Xudo son qiladi. Mumkinda bo'lgan ish shunday. Dahshatda kutyapti. Bizni qo'shni uy boshladi, mana hali fundamentga chiqqan, 15 kundan oshdi. Endi o'ziniki bilan Xudoning qiladigan ishini farqi bor-da. Bo'ldi, masalan, chiqdimda. Asa chiqsa hali yana kamchilik chiqsa yana. Yemasa mana shunga Xudo xolasa tashqariga qumshoqdagi qumini o'zim bir moshin kamasa beraman, bir kamas. Menda bitta kamas. Bitta duo qo'yasizlar. Xudo bersigamiz. Rahmat sizga. Rahmat akajon, boringizga ham shukur. Ha, rahmat. Charchamanglar. Xudo quvvat bersin. Rahmat.